Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda do'konimizdagi mashinalarning hammasini birin-ketin narxlari yangilangan, hammasini ko'rsatib ketamiz. Yangi assortimentlar ham kelgan. Do'konimiz O'rizorda. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. To'lovi borgandan keyin beriladi. Oldindan to'lov yo'q hech qanaqa. Bugun 14-may sanasidagi narxlarni tanishtirib ketamiz. 1.250.000 qilib beramiz buni. Toyota modelimizni buggy model hisoblanadi. 4 ta motorli bu S63 qizili, qorasi bor bizda. 1.750.000 dan 1.700.000 ga 189 ni eng fullidan qilib beramiz. Bu yerdagilar hammasi 1.700.000 so'mdan. Geliklarni ham polniy assortimentini taxlab qo'yganmiz. Hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. U yoqqa torga o'tganda. Jeep Wrangler mashinalarimiz pushti rangi bor, oqi bor, qora, yashili bor, qora rangidan ham bor. 1.800.000 so'mdan qilib beramiz. 901 mashinamizni baggini 1.700.000 so'm qilib beramiz. 938 ni 1.900 qilib beramiz. Buni qizili ham bor. Baggilarni 1.800.000 dan, bunisini 1.700.000 dan qilib beramiz. Mana 612 ni qora, yashil, qizil, oq ranglari bor. 1.900.000 dan 2 kishilik bo'ladi. 4 ta motorli. 900.000 so'mga anaqa kichkina mashinamiz ham bor, 4 yoshgacha. Bu yerda hamma baggilarimizni mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil mashinamizni hammasini 1.700.000 so'mdan qilib beramiz. 8 yoshgacha bemalol tutsa bo'ladi bularni. Li modellarimiz 1.700.000 so'mdan. Boyagi S63 qorasi bu 1.750.000 dan. 1.400.000 dan anaqa kichkina litsenzionni mashinalarimiz bor. 1 millionga mana bunaqa mashinamiz ham bor. BMW Z4 qorasi. 2 kishilik mashinalarimiz mana 2.100.000 ga 1218 modelimiz. Qora rangidan 1202 ni mana 12 volt 10 amper katta motor 2 kishiligi. Buni qorasi ham bor bizda. 819. Bu ham 2 kishilik buggy. Bu ham 2.400.000 so'm. 8199 buni qorasi ham bor. Bu ham 2.400.000 so'm. 913 3.50.000 so'm qilib beramiz. 903 3.50.000 so'm. Bular hammasi 24 voltli narxlari. 24 voltli 032 baggimizni. Buni obzorlari ham bor. So'rasangiz tashlab beramiz o'zingizga. Buni ham 3.50.000 so'm 24 voltligini qilib beramiz. Mana 1202 ni qora rangi. Hamma farasi mana ko'rib turgan hamma farasi mana bu ham tepalari 2.400.000 so'm, 2.100.000 so'm, 2.50.000 so'm chiqadi. Ford buni S22 modeli ham bor, Mercedes varianti ham bor. 3.600.000 so'mga mana Jonon 001 original buggy. Videolar, obzorlar bor. Hammasini tashlab beramiz o'zingizga so'rasanglar. Mana S22 2.50.000 so'm degan mashinamiz. Ichidan ratsalari 2 kishilik bo'ladi. Ichidan ratsalar hamma narsalari chiqadi komplekt. 938 1.900.000 so'm, bu ham 2 kishilik. 2.50.000 so'm. Bu ham bir xil ikkalovi narxi, prosta oldida bu Jeep Wrangler bu 1166 ni kichkinasi, buni kichkinasi. Buni 2.800.000 so'm qilib beramiz dastavkasi bilan. Buni ham 2.800.000 so'm qilib beramiz dastavkasi bilan. 2 kishilik katta 12 voltli bo'ladi faqat bular. Uni 24 ni 2.800 qilib beramiz. 2.600 ga 12 voltligini katta motorligini qilib beramiz. Xudo xolisa ranglari bor. Bemalol qo'yib chiqsanglar bo'ladi. BMW modelimiz $210 qilib beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. Bu Maserati modelimiz o'tgan videolarda ham bor. Bu qora qizili bor. Siam modelimiz. Siamning qorasi BMW M5. Lamborghini Aventador. Boyagi Maseratining qorasi SL63. Mana bunaqa kartinglarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa 1.750.000 ga mana bunaqa Rolls-Royce'imiz bor. Quadrosiklimiz bor 2.400.000 so'm. 209 motosiklimiz 2.300.000 so'm. Avtokraskalik, bez kraskaligi 2.100.000 so'm. 1.700.000 so'm bu motosiklimiz. Bu motosiklimiz 2.300.000 so'm. Kattasi bu, shu 209 dagi katta. 1.5 millionga mana motosiklimizni qilib beramiz. 1.700.000 so'm, 1.700.000 so'm, 2.400.000 so'm. Bu 24 volt, bu 12 voltdan bo'ladi. 12 volt kattasi bu. 24 voltli motosiklimiz. Anaqa 008 ni 922 bo'lib kelgan varianti. Juda ham diverskiy. Bu BMW variant, bu boshqacha. Hyperlarimiz bor. $350.
$180 qilib beramiz dastavkasi bilan. Lamborghini Sienna sabz rangi. Bu ham litsenzioniy original, ichida monitorlari 24 volt drift qiladi. $350 dan qilib beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. Bunday klassik variantlarimiz bor. Orqasida odam chiqsa bo'ladi. Bu ham 24 voltli. Bo'tga bitta bola, bitta kattaroq bo'lib o'tga tushib, mana bu yerdan boshqarib ketsa ham bo'ladi. Drift qiladigan Mercedesimiz 2018 ming so'mga. Mana shunaqa variantlari bor. Assortimentlarimiz bomba. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol skrinshot qilib Telegramimizga, pastki nomerli Telegram, WhatsApplarimiz bor. Max programmalar bor. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. DK63 ikkita motorligi, ikkita akkumulyatorligi. Yurganda do'sh chiqmaydi, reduktor motor deb sotishyapti. Shunaqasidan $460. Mana bu bor 3.600.000 so'mga. Bu Brabus modeli. Buni oddiy Brabus masi ham bor, unaqa. Ikkaloni narxi bir xil. Kimga bunaqasi olasizlar, kimgadir bunaqasi. 307 litsenzioniy originallari bor. 3.150.000, dastavkasi bepul. Ma'muladan ham bor. 2.800.000 so'mdan, mana bunisi $210. 958 bor. $1.900.000 so'm. 1.400.000 ham kilodan bor. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Anaqa bangilar ham bor.